Assalomu alaykum. Mana shu shifr bo'lay nimaga ishlaydi deb o'ylaysizlar? Hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. O'zi nimaligini buni. Endi qaranglar. Mana shifrni ko'ryapsizlar, ha? Bir tarafiga hech nima qo'yilmagan, bir xilda tekis shifr turibdi. Endi bu tarafiga o'tamiz. Mana ko'rishlar mumkin. Mana shu narsadan akalar prikladka deyiladi buni nomini. Kimdirlar paddon deyiladi. Shu paddon shifrdan shu shifrga 3 ta qo'yilgan akalar. Ko'rishlar mumkin. Bu shifr eko shifr emas akalar. Mana aka. Optimus shifr degani Qo'qondan chiqadi bu shifr aka. Ko'rishlar mumkin. Mana shu narsa prikladka yoki paddon deb aytiladi. Shu narsa men ko'p takrorlayman, bizning eko shifrlarda qo'yilmagan, qo'yilmaydi ham. Bundan kechilgan. Bu tarafi bilan bu tarafi tekis birga bir chiqadi. Bunda esa bu narsani olib tashalsa, prikladka ichida qo'yilgan narsani. Uje bir tarafi bilan bir tarafi kamida 5 sm ga ransiya berib yuboradi bular. Ko'rishlar mumkin. Shifr bilan shifrning farqini bemalol ko'ra olasizlar.